Makkadan Madinaga hijrat qilayotganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yozilgan o'sha Sarbonga atalgan. Ey Sarbo, ehtiyot bo'lki, mani ruhim, mani jonim ketyapti. Bu bandiga, bir ayolga, bir yor muhabbat emas, bu Rasulullohga bo'lgan muhabbat. Aslida shu. Qilmab turar ey Sadiya. Eş arzıma sürmi bahar, taqatni qo'ymas bu jafo. Aqlu imonim boridir, aqlu imonim boridir.